Arton gazoblokning asosiy afzalliklaridan biri bu uning yengil vaznidir. Hozir sizlarga buni an'anaviy qurilish materiali g'isht va arton gazoblokining bir xil namunalarida ko'rsatib o'tamiz. Birinchi g'ishtdan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin 24 kilo 750 gram. Endi xuddi shu o'lchamdagi gazoblokni qo'yamiz. Marhamat. 9 kilo 950 gram. Farqni o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Mana hozir arton gazoblogi va g'isht qurilish materialining og'irlikdagi farqini ko'rib o'tdinglar. Bu 3 baravarni tashkil qildi. Bu og'irlikdagi 3 baravar vaznning farqi sizga qurilishga, logistikada 3 baravar ko'proq miqdordagi gazoblok kelishini imkonini beradi va qurilishdagi binoni poydevoriga 3 baravar kamroq vazn tushishini imkonini beradi. Bundan tashqari qurilishdagi jarayonni vaqtini 3 baravar qisqarishiga olib keladi. Tanlov qilish o'zingizda. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.